Mana bugun Allah urush kombaynni olishga kelganmiz Toshkentga. Mana shu yangi kombayn bilan Xudo xolasa o'zlarimiz vaqtida o'ramiz. Buning uchun prezidentimizga rahmat, viloyat hokimiga rahmat, Jizzax viloyat hokimiga Safar Sharafovga rahmat. Hadil bu kombayn uchun. Men Jizzax viloyat Mirzosulton tumanida yangi Obod yangi davlat firma xo'jaligi raisiman. Yunus Valishir Azimich. Rahmat sizlarga yana bir bor. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Arxidiya bog' fermer xo'jaligidan Uzclass Agro MCHga kombayn xarid qilgan keldik. Buning uchun bizda Avtosanoat Agro Leasingdan juda ham minnatdormiz. 7% ga 10 yil muddatda imtiyozli shartlar asosida qabul qilib oldik. Kombaynni ko'rib, hamma joyini ishlatib, so'z holatda qabul qilib oldik. Buning uchun muhtaram prezidentimizga, viloyat hokimimizga, tuman hokimimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kelgusida Uzclass Agro jamoasidan haydov texnika, yana yangi texnikalar xarid qilmoqchimiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz Xorazm viloyati Gurlan tumani Kenja Muhammad fermer xo'jaligidan kelib, sholi variant kombaynni olyapmiz. Xudo xolasa mana Avtosanoat Agro Leasingni 10 yil muddatga 7% kredit bilan yillik ustamasi bilan oldik. O'sha Avtosanoat Agro Leasing xodimlariga, ayniqsa Xorazmdagi yigitlarga katta rahmat. Agrobankda xodimlariga, Gurlan tuman filialiga yigitlarga ham katta rahmat. Ayniqsa Xolboy akaga ular bir kunda pulimizni hal qilib berishdi. Hammasiga katta rahmat. Salomat bo'lasizlar.